Assalomu alaykum. Mana keyingi obyektimizga keldik. Bugun ishni ham boshlab oldik. Nashidan azbiz turib o'tgan, to'lib qolgan ekan. Agoratiga suv otish kerak ekan. Yer choparga olib bo'lgan. Joy to'g'ri. Ochishimiz kerak azbiz turib. Xizmatlarimiz davom etmoqda. Bu joyda azbiz turbani kavlab chiqaraveryapmiz. Shunday azbiz turba tashalgan, ichi to'lib qolgan. Shuni hozir chiqarib turib, o'rniga polietilin, ya'ni qovurga turbadan tashab, bu 100 lik turba tashalgan ekan, endi bu yerga 200 lik turba tashiydi ekan. Shunga kavlab beryapmiz. Akalar mana 1 soatdan yo o'tdi yo o'tmadi. Shu joyni kavlab berdi, yana turbasini chiqarishib oladi, o'rniga boshqa turba tashiydi. Turbaning ichi to'lib qolgan, suv o'tmay qolgan.